Bismillahirrohmanirrohim. Inshaalloh men bugun rassom degan ayyor tulkiga demak 16-javobni bermoqchiman. Xo'p, oldingi suhbatlarimizda Xurshida Jo'raboyeva degan iflosni fitnalarini gapirib kelayotgan edim va aynan mana shu fitnalar tufayli rassom bugun o'sha menga qarshi demak fitna tarqatyapti, yozib chizyapti va boshqa liderning trollari ham mana shu rassomni izidan ergashib mana shu fitna fasodlar yozishyapti. Hammasi bor yo'g'i mana shu 7 yil oldingi Zamondosh degan bir iflosning saytidagi chiqqan izohlarni hujjat qilishyapti. Xolos, boshqa hech narsa yo'q hujjatlari. Va ular kimga tosh otishyapti? O'sha OXXni asoschilaridan bo'lgan, bitta muassislaridan bo'lgan. Undan oldingi 13-may ittifoqini asoschilaridan bo'lgan va bu liderni yonida yurgan, uni o'sha liderni lider deb o'zi e'lon qilgan mana shu xorijdagi faoliyati davrida. Chunki u Erk partiyasining raisi edi xolos. Endi uni o'sha yerda lider bo'lib muxolifat lideri degan nomni unga e'lon qilgan odamga qarshi tarqatishyapti. Men uni yonida yurganimda, uni maqtaganimda yaxshi odam edim. Undan uzoqlashganimda, mana shu xoinligi, xiyonati uchun undan uzoqlashganimda esa yomon odamga aylandim. Va endi meni dunyoda bor ayblovlar bilan ayblashyapti. Bo'xtonchi, tuhmatchi va hokazo, johil, nodon, ilmsiz, hasad qilyapti deb ham yozishdi hatto. Buyuk liderga hasad qilyapti. Va Eshonqul janoblari yozgan iddaolarda haqiqatan ham bitta gap, to'g'ri gap bor edi. Eshonqul meni johil, savodsiz deb yozgan edi. Eshonqulni yozganlari hammasi tuhmat. Faqat bitta gapi to'g'ri. U ham bo'lsa mana shu meni savodsiz, johil degan gapi to'g'ri. Men shuni tan olaman xolos. Bundan boshqa gap, to'g'ri gapning o'zi yo'q bu yerda. Bu hammasi safsata qolgan. Chunki Eshonqul aytmoqchiki, meni institutda o'qimagan, institut bitirmagan, diplomi yo'q demoqchi. Savodsiz degandan ma'no shu. Boshqa men bilmayman yana nima nazarda tutayotganligini. Endi mana bularni iddaolarini aslida qanchalik o'rinli yoki puch ekanligini isbotlashga harakat qilyapman. Shuning uchun ham demak javoblar davom etyapti. Va bu rassom Qulga javob berayotganimiz aynan shuning uchunki, bu janjalni boshlagan bu va markazda bahs bo'layotgan markaz bu lider. Men endi shuning uchun ham tabiiyki unisiga ham, bunisiga ham munosabat bildiraman. Yana bitta narsa, dinga nisbatan uning adovatini borligi, dinni yomon ko'rishi, dinga qarshi doim fasod yozishi, tarqatishi va dinga hujum qilishi bu o'zi yangilik emas. Aka-uka bobojonlar Xudo urgan dinsiz odamlar. Ular bugun paydo bo'lib qolmadi, bugun shunday bo'lib qolmadi. Avval ham shu edi, hozir hali ham shunday davom etyapti. Lekin mana bu safar meni vosita qilib, Abrorni meni vosita qilib dinga tosh otishi ham mana bu bugungi janjalimizni markazida turibdi. Shunday ekan, men bu yerda
mana shunday bir iflos kimsa bilan liderning aka-ukaligi. Bu lider so'filik iddao qiladi. Allaqaysi bir tariqat, bir belada ekanligini iddao qiladi. U kazzob aslida u tariqatchiligida ham. U aslida shaytonning tariqatida xolos, boshqa hech qanday tariqat, biron bir tariqatda bunday kazzoblik yo'q. Bunday firibgarlik, bunday kazzoblik tariqati yo'q yer yuzida. Buni qilgan ishlarini bironta so'fi, bironta tariqatchi to'g'ri demaydi. Lekin mana shu ishlarni bular qildi va davom etyapti qilishda. Shunday ekan bizda ham fosh etuvchi demak suhbatlarimiz davom etadi va demak shu paytgacha mana bu kazzob Qanjiqni fitnalarini mana shu hikoya qilayotgan bo'lsam, mana shu oxirgi bir 2-3 suhbat ichida bu yerda liderning bevosita aloqasi yo'q edi. U bilan bo'lgan janjallar hammasi liderga aloqasi yo'q, butun bu tarafda bo'layotgan edi. O'sha huquqbonlarni aldanishi, radio jurnalistlarni, muxbirlarni aldanishi, hammani aldanib ahmoq bo'lib qolishi, u kimsani keyin yo'q deb yozib chiqib, biza hayron bo'lib, bu endi qayerga ketdi, kim bilan gaplashdik biza shu paytgacha deb bizani ham hayratda yurganligimiz. Lekin bir narsani men keyin e'tibor berganman, o'sha oldin mana Skype'da gaplashadigan paytdagi Gulsumoy deb o'zini tanishtirib gaplashgan paytdagi ovoz, o'sha keyinchalik mana Moskvaga uni dugonasi kelib, dugonasi haligi Xurshida Jo'raboyeva kelib turib, u meni bir tanishimni uyida bo'lib turdi 1-2 kun va o'sha joyda Skype orqali u bilan gaplashdik. Ko'rib, kecha aytganimday somon tiqilgan qopga o'xshagan kalta baqaloq nusxa ekan. O'sha kimsani ovozini men oldiniga birdaniga e'tibor qilmadim. Lekin keyin o'ylab boshladim. Bu o'sha bitta ovoz-ku bu. Ya'ni oldingi gaplashgan paytimizdagi va keyingi mana bu dugona bo'lib kelganning ovozi, haligi o'lganning ovozi bilan dugonaning ovozi o'xshashligini keyin o'ylab qoldim. Va hali ham bu masalada aniq bir ishonchga ega emas edim. Va anavi Germaniyadagi qiz bilan buni gaplashtirganda ham bu uni rad qildi, bu buni rad qildi. Ikkovlari ham bir-birini inkor qilib turib oldi. Men yana tushunmay qoldim. Kim haq, kim nohaq, kim to'g'ri, kim xato. O'sha paytda kecha aytganimdek lider buni Turkiyaga olib kelib, o'sha o'zini huquqini bir ofisini ochib qo'ygan, o'sha joyda ishlaydi bu deb keyin uni Ukraina orqali o'sha yoqqa jo'natildi. Demak, Moskvadan Ukrainaga o'tishda poyezdda o'sha yoqqa o'tib, keyin Ukrainadan uni liderni bir tanishi kutib olib, o'sha yerda turgan paytda keyin u pasportini so'radi mendan, bilet olaylik unga deb, pasportini suratini so'radim men. Menga yubordi pasportini suratini. Va men
o'sha suratni u liderga yuborganman. Lider o'sha suratni bilet olib, o'sha pasportdagi yozilgan ism, familiyaga. Keyin o'sha bilet orqali uni nimaga uchib ketdi, Turkiyaga. Ana qizi qolib ketdi. Uni qizni samolyotda uni hujjati yo'qligi uchunmi, bir balasi yo'q deb uni mindirmadi samolyotga. O'zi samolyotga minib ketdi-da, haligi qizchasi qolib ketdi bu yoqda. O'sha Ukrainada qolib ketdi kimnidir qo'lida haligi liderni bir tanishini. Shunday qilib ketdi bu xullas nimaga? Turkiyaga. Va endi nima bo'ldi, nima qo'ydi, hali hech narsa aniq emas. Biz hali haqiqat qaror topadi deb o'ylab yuruvdik, kutib yuruvdik. Bizda hali hech narsadan xabarimiz yo'q edi. Bu iflos shuncha kazzoblik qilib, shuncha aldab, shuncha pullarni olib, boshqa qilib, mana ahmoq qilib ham hali tavba qilmayotgan edi. Haliyam bu o'zini da'vosidan anov qiz chiqib qolib, buni sharmanda bo'lganda ham o'sha uni suratini haligi bizga berib, uni e'lon qilib, u o'zi tirik ekanligi aniq bo'lib, bu sharmanda bo'lgandan keyin ham bu aybini tan olmay turgan edi. Mana shu ahvolda demak u Istanbulga bordi. Va keyin biz endi bilmaymiz nima bo'ldi, nima qo'ydi, xullas kutish jarayoni boshlandi. Va bu jarayon 2 kunmi, 3 kunmi davom etdi, ko'p emas. Va keyin Turkiyada matbuot anjumani o'tkazildi. Mana shu yerdan endi liderni navbatdagi o'yini yolg'oni boshlandi. Shu paytgacha uni aloqasi yo'q edi. Shu paytgacha bo'lgan fitnani o'sha boshidagi qismiga. Mana shu yerdan endi liderni boshchiligida ongli ravishda jamoatchilikni aldash va kazzoblik, firibgarlik boshlandi. Endi bu firibgarlikni lider bilan birgalikda mana bu firibgar xotin bilan birgalikda davom ettirdi lider buni. Va bu kazzoblik haligacha davom etib kelyapti. O'sha kuni demak 19-dekabr kuni O'zbeklar birligi degan bir dernakda, bir jamiyatda Turkiyada demak uni boshlig'i Adam Chevik degan bir kishi mana shu endi lider bu yerda qurbonlikka mana shu odamni tanlagan shekilli. Ana u xotin bilan shu ikkovini press konferensiya o'tkazishga o'sha dernakda kelishtirgan. Ikkovlari shu yerda o'tirib, jurnalistlarni chaqirib, o'sha yerda press konferensiya o'tkazgan. Liderni o'zi o'tirmagan. Mana bu firibgar bilan Adam Chevik o'tiribdi. U bechora o'zbeklarga bir yordam berib yuradigan shunday bir jamiyatni ochib qo'ygan odam. U liderni bu firibgarligidan xabari ham bo'lmasa kerak, fitna qilayotganidan, kazzobligidan. U odam unga aytilgan, iltimos qilingan bo'lsa kerak, u kelib shu ishni qilgan. O'sha yerda xo'p Muhammad Solihga qarshi suiqasd rejasi kulgili bu suiqasd rejasi fosh bo'ldi deb maqola qo'yib
Ozodlik radiosi bu maqolani e'lon qildi. Keyin olib tashladi buni saytidan. Lekin mana shu Turkiyada 2011-yil 19-dekabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanini ma'lumoti Ozodlik saytida e'lon qilingan. Ozodlikday jiddiy sayt keyinchalik bu yolg'onlarni olib tashladi saytidan. Saytiga qo'yilgan narsani olmaydi Ozodlik. Illo mana shu hozir Ozodlik saytida yo'q. Demak, men endi mana shu Ozodlikdagi maqolani o'qib beray. O'zbekistonlik Xurshida Jo'raboyeva Istanbuldagi Dunyo o'zbeklari birligi markazida matbuotga yuzlanib, shunga iqror bo'ldi. 19-dekabr kuni Istanbul shahrida Dunyo o'zbeklari birligi bosh markaziy binosida matbuot anjumani bo'ldi va unda O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihga qarshi suiqasdning oldi olinganligi haqida bayonot berildi. Markaz rahbari Adam Chevikka ko'ra, o'zbekistonlik Xurshida Jo'raboyeva ismli shaxs markazga murojaat qilgan va o'zining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ushbu suiqasd amaliyotiga yollanganiga iqror bo'lgan. Xurshida xonim shunday bir suiqasdga urinish bo'lganini e'tirof etdi va bu gal suiqasdning oldi olindi. Ammo bunaqa harakatlar yana davom etishi mumkin va shu vaqtga qadar Muhammad Solihga suiqasdga urinish bir necha bor bo'lgan. Xususan, shu yil u kishining rahbarligidagi OXXning Rossiya bo'limi yetakchisiga nisbatan ham suiqasd bo'ldi deb xotirladi Adam Chevik. Bunga qadar Jo'raboyeva O'zbekistonda MXX tomonidan qiynoqqa solinganini va shuningdek u bilan birga andijonlik Gulsimoy ismli yana bir qiz ham MXX qistovlari ostida Muhammad Solihga qarshi suiqasdga zo'rlangani haqida aytgan edi. Xurshida Jo'raboyevaning aytishicha, uning shu kunga qadar o'zi va Gulsimoy Abdujalilova haqida aytganlari umumiyatla MXM bosimi ostidagi so'zlangan yolg'ondir. Mana shu yerda shu paytgacha aytilgan gaplari yolg'onligini aytilgan. Lekin yangi yolg'on boshlanyapti-da. Xurshida Jo'raboyeva iddaosiga ko'ra, bu yolg'onni so'zlashga majbur qilgan MXX xodimlari uni Angren shahridagi bir ovloqda bir necha oy uy qamog'ida saqlagan va o'sha yerda unga to'qib chiqarilgan Gulsimoy Abdujalilova hikoyasi hamda OXX rahbari Muhammad Solihga qarshi suiqasd rejasi singdirilgan. Ya'ni MXX unga o'rgatgani uchun u shunday bo'lib yozgan degan iddaoni qilyapti endi. Unga ko'ra, MXX xodimlari orasidan o'zini Gulsimoy deb tanishtirgan noma'lum bir ayol internet orqali muttasil ravishda OXX a'zolari bilan aloqada bo'lgan. U ayol meni so'roq qilgan ikkita erkak bilan birga kelgan edi va ular men mamlakatdan chiqib ketayotganda majburlashdi, shunaqa deb aytasan deb. Aslida men Gulsimoy Mahlaroy degan qizni tanimayman deya iqror bo'lmoqda Xurshida Jo'raboyeva. Buni MXXga ag'darishdi bu tuhmatni. Biroz muqaddam aytgan gaplarini bugun tamomila teskarisini aytayotgan Jo'raboyeva da'vosicha O'zbekiston MXX Xurshida Jo'raboyevadan OXX rahbariga qarshi suiqasddan foydalanmoqchi bo'lgan. Moskvaga yetib borganimdan keyin BMTga boshpana so'rab murojaat qilishim va kutib o'tirgan yerimda menga bir odam
aloqaga chiqishi kerak edi. Ana o'sha odam borib Muhammad Solihni yo'q qilib kelishi kerak edi. Men faqat o'sha odamni menga o'xshab zulm ko'rgan qarindoshim deb turib, OXXga tanishtirib qo'yishim kerak edi. Keyin istalgan vaqtda O'zbekistonga qaytishim mumkin edi, deya ta'kidlaydi Jo'raboyeva. Mana bular liderning uydirmalari endi bu. Shunaqa deb aytasan, shunaqa deb aytasan degan gaplar endi bu. Avvaliga oilasi a'zolari va 5 yoshli qizchasining hayotiga to'g'ridan-to'g'ri tazyiq bo'lgani bois MXX shartlariga rozi bo'lganini aytayotgan Xurshida Jo'raboyeva hozir ham qo'rquvda bo'lsa-da bosh tortmasdan, buyurtmadan bosh tortganini aytmoqda. Men qattiq qo'rqdim. Kattalar azobga chidar balki, lekin qizim chidamaydi. U haliyam men bilan emas. Haliyam MXX uni istagan vaqtda qo'lga kiritishidan qo'rqib yashayapman. Lekin bu yerga kelganimdan keyin menga haq-huquqlarimni tushuntirishdi va men haqiqatni dunyoga aytsam, MXX yaqinlarimni tazyiq ostiga ololmas deb tushundim, deydi Xurshida Jo'raboyeva. Mana bu o'zini qilgan kazzobligi, fitnalarini hammasini MXXga ag'dardi. Uning iqrorini xalqaro jamoatchilikka yetkazgan Dunyo o'zbeklari birligi markazi rahbari Adam Chevik O'zbekistonda prezident Karimov boshchiligidagi rejimning bu kabi jinoyatlariga nuqta qo'yilishi kerak deb ta'kidladi. Biz Dunyo o'zbeklari birligi markazi sifatida bir simpoziumga hozirlik ko'ryapmiz. So'nggi holatlar bo'yicha hisobot tayyorlayapmiz. Keyin BMT, inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar va xalqaro sudga murojaat qilamiz hamda Karimov rejimiga chora ko'rilishini talab qilamiz, dedi Adam Chevik. Ozodlik.org sayti. Mana shu narsani mana Ozodlik 19-dekabr 2011-yilda o'z sahifasida e'lon qildi. Mana shuni o'qigan paytim o'sha zamonlarda men hayratdan qotib qoldim. Men aytdim, bu nima bo'ldi bu? Bu qanday gap? Keyin men unga lider bilan bog'lanib, u bilan gaplashib, bu dedim, nimalar deyapti bu? Bu qanday bo'ldi bu? Bu ma'lumotni o'qib, eshitib shu yerda lider endi menga qarshi kazzoblikni boshladi, xiyonatni boshladi. U aytishi kerak ediki, o'zini safdoshiga, o'zini bir hurmat qiladigan, unga ishonadigan odamga bunday ahmoqlik qilmasdan u aytishi kerak edi. Yotig'i bilan tushuntirish kerak edi. Adashtirdi meni u ham. Bu asli bunday bo'lgan ekan, mana shu bir kazzob ekan, mana shunaqa bir aldagan ekan. O'sha gaplar hammasi yolg'on, hamma ana shu qiy-chuvlar shu paytgacha bo'lgan. Bu shunday bir iflos, mana shunaqa debdi. Ya'ni u bor gapni boricha aytmadi menga. U meni aldashga tushdi. Endi birgalashib, ikkovlari shu yerda gaplashib, birgalashib. Ular aslida u yerda 2 kunmi, 3 kun Ukrainadan Istanbulga ketganidan keyin uni kutib olib aeroportdan uni olib borib o'zlari qayergadir qo'yib, o'sha joyda uni demak tergov qilishgan o'zlaricha. Uni boshdan oyoq tekshirishgan. O'sha Facebook haligi yozishmalarini-yu, o'sha yerdagi yozuvlari-yu, uni aytgan gaplari hamma yog'ini tekshirishgan va ular bu jarayonni men endi bilmayman. Keyinchalik buni o'sha tekshiruvning ichida bo'lgan Kamoliddin Yo'ldosh bir uchini chiqargan men bilan suhbatda. 2016-yildagi suhbatlar turibdi. OXXning inqiroziga nima sabab bo'lgan edi degan nomda qator suhbatlar bor.
Mana internetda o'sha Kamoliddin Yo'ldosh bilan ham suhbat qilganman. O'shanda Kamoliddin Rabbimov, Hazratul Xudoyberdi, Aliboy Yo'lyaxshi, Mo'tabar Tojiboyevalar gapirgan o'sha paytda. U ham mana shu rassomni fitnasiga qilingan javob edi. Lekin u paytda men emas, ular gapirgan edi. O'shanda bir uchini chiqargan ozgina o'sha Kamoliddin. Lekin u ham ko'p haligi aniq hamma yog'ini gapirmagan. Endi u yerda nima bo'lgan, nima qo'ygan Xudo biladi. Shu 3 kun ichida lider ham buni aslida shu lider yaxshi biladi nima bo'lganligini va anu kazzob Qanjiq yaxshi biladi. O'sha paytda nima bo'lgan va Kamoliddin Yo'ldosh biladi. O'sha Temur biladi shu paytda shuda yurgan tergovda. Keyinchalik bu mana yaqinda Mo'tabar Tojiboyeva aytdi menga, o'sha gapirib berdi menga o'sha yerdagi liderni o'sha kazzobligini, boshqasini hammasini gapirdi, audioga yozib olganman uni dedi. Uni oshkora qilaman deyotgan paytda keyin u chiqib men firibgarligimni tan olaman, to'xtatinglar u bu degan. Lekin u faqat liderni firibgarligini aytgan xolos Mo'tabar Tojiboyevaga. O'zini firibgarligini aytgan emas. O'zini qilgan shuncha ishini aytgan emas. Hali u uzr kechirimni mendan so'ragan emas. Men uni kechirim so'rasa ham men uni kechiramanmi shuncha narsadan keyin. Hali u mendan kechirim so'ragani ham yo'q u Plus. Endi o'sha u bilan lider orasida kelishuv bo'lgan. Lider pixini yorgan firibgar. Bu Qanjiq ham firibgar. Firibgarni ko'rni qorong'ida topadi deganday, firibgarni firibgarlikda topdi. Keyin birgalashib firibgarlikni boshlashdi. Ana shu birgalashib qilingan firibgarlik menga juda og'ir botgani mana shu bo'ldi. Bu haddan tashqari bo'ldi. Chunki ana u iflosning firibgarligini tushunish mumkin edi. U iflos haromi pastkash maxluq shu firibgar bo'lar, shunday o'lib ketadi, yer yutsin uni. Lekin mana bu liderman deyotgan, shunchalik katta bir o'zini da'vo qilayotgan, unga ishonib, uni bir xizmatini qilayotgan xolis odamiga uni mana shu firibgarga qo'shilib birgalikda firibgarlik qilishi mana bu liderni eng tuban pastkashligining yaqqol namunasi dalolat qiladigan dalil shu. Mana o'sha ular kelishgan, lider uni o'sha paytda bilgan, firibgarligini, kazzobligini, hamma yog'ini bilgan va endi buni qanday chiqib ketamiz, bu tupikdan qanday chiqamiz deb o'ylab o'sha yerda ular kelishib mana shu ishlarni hammasini MXX qildi, MXX aytdi, yana baloga qolgan MXX bo'ldi. Bo'rini haligi bir maqol bor. Bo'rini yesa ham yemasa ham og'zi qon deydi. MXX o'zi iflosligi aniq. Bu MXXni endi hozir DXX bo'ldimi bilmayman. U iflosligini shak shubha yo'q unga. Ularni qilgan zulmiga, mo'min musulmonlarga qilgan zulmi zo'ravonligini son sanog'i yo'q. Lekin mana bu safar ular shu ishni qilmagan bo'lsa ham ularni ustiga ag'darildi bu. Nomard dushman shunday bo'ladi. Nomardlik mana shu mard emasda bular. Ikki taraf ham bir-biriga nisbatan mard emasda. Bularda mardlik degan narsani o'zi yo'q, pastkashlar. Tuhmat bo'xton qilaveradi bir-biriga. Shunday qilib MXXga mana bu firibgarlar haligi tuhmat qildi. Aytdiki, bular o'sha mana bu Qanjiq bilan kelishib olib birgalikda endi lider bilan Qanjiq ikkovi ittifoq tuzdi. Liderning ittifoqchilari ko'p. Bittasi rassom bo'lsa, bittasi mana bu Qanjiq. Uni ittifoqchisi, uni yaqin haligisi. Bunga endi u nima va'da qilgan, nima beraman degan. Endi albatta pul bergani aniq.
unga balki boshpana olib beraman. Ukrainadan BMTga borsang boshpana olib nimadan chiqib ketasan, haligi chet elga, Yevropaga chiqib ketasan. Bir joyda yashaysan yana deb bir nimalar va'da qilgan xullas. Men bergan qog'ozni BMTga olib borsang, BMT senga boshpana beradi deganmi? Xullas kalom uni ko'ndirgan ana shu firibgarlikni yana davom etishiga va meni ham aldashda davom etishga. Endi uni MXX tarafidan qilindi deb davom etish kerak bo'lgan bu. U ishni qilayotgan o'zi emas, MXX deb endi shunday o'yinni shunday davom ettirishi kerak bo'lgan va mana bu matbuot anjumani o'tkazilganidan keyin haqiqatan ham o'sha lider menga hech narsa aytmadi. Lider aytdiki, bu MXXni odami ekan, MXX yuborgan ekan, MXX aldagan ekan, balabattar deb lider meni aldadi. Lider haligacha tan olmadi o'zini kazzobligini, aldaganligini haligacha tan olmadi. Chunki firibgarlar shunday bo'ladi. Ular tan olmaydi o'zini to jahannamga kirmaguncha. Dunyoda ularga har qanday dalil olib kelsang ham tan olmaydi ular. Ular buyuk qudratli Allohning oldida turib tan olmasa, dunyoda tan olmaydi firibgar odam. Chunki Allohning oldida iloji yo'q, aldab bo'lmaydi. Oyoqlar, qo'llar gapiradi. U yerda aldab bo'lmaydi buyuk Allohni. Lekin dunyoda bular tan olmaydi, hammani aldayveradi, yo'q deb turaveradi. Hech iloji yo'q. Isbot dalilni hech qanday iloji yo'q. Hamma hujjat bo'lsa ham yo'q deb turaveradi. Qanday tan oldiradi odam bularga? Xullas, mana shu kazzoblar keyin yana davom etdi bizga qarshi o'sha fitnani. Endi birgalikda. Va u xotinni press haligi konferensiyadan keyin yana bilet olib Ukrainaga uchirib yuborishdi va Ukrainaga kelgandan keyin ham unga yana pul jo'natib turgan u lider voy unga. Endi u liderni kazzobligini aytib qo'ymasin deb uni oldida tili qisqa bo'lib qolgan. Bu iflos kazzob qanjiq shuncha kazzobliklarni qilgan maraz yana endi liderni ham shantaj qilishga tushgan. U meni shantaj qila olmadi, lekin liderni shantaj qila oldi. Lider soxta liderda soxta obro' bor. U soxta obro' yo'qolishdan qo'rqadi. Menga naplivat. Meni yo'qotadigan narsam yo'q. Shunday qilib lider unga pul berib turishdan majbur bo'lib qoldi. Xatam yozib bergan BMTga deb. Keyin menda pasporti ham bor edi, u iflosni o'sha haligi biletga deb pasportining suratini yuborganida, men liderga yuborgan surat menda qolgan nusxasi bor edi. Men o'sha suratni Ukrainani Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha qochoqlar komissariyatini internetdan adresini topib, o'sha suratni qo'yib, o'sha joyga mana shunday bir iflos boradi sizlarning oldingizga yoki borgan bo'lishi mumkin shu yaqin orada. U kazzob firibgar, MXX u deb aldayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida uni o'zi firibgar, hech qanaqa MXXdan tajik ham ko'rgan emas, hech balo ham bo'lgan emas. Firibgar, bunga boshpana bermanglar, men sizlarga shuni aniq dalili bilan aytaman deb unga qator uni firibgarligini, boshqasini dalillarini yuborib o'sha bir xat yuborib jo'natganman men. O'nga. Mana uni firibgarligi haqida. O'sha paytlar edi bu ham. O'shandan beri u o'sha necha yil yurgan bo'lsa, Ukrainada to mana bir yer topib endi chiqib ketgan yana. Bechora er kimnidir baxtini qara qilib yurgan bo'lsa kerak hozir. Men topsam u erni ham ogohlantiraman buni iflosligidan. Xullas kalom o'sha 7 yilmi 8 yilmi Ukrainada yurgan bo'lsa boshpana ololmadi va ololmasligi aniq edi, chunki uni boshpana ololmaydigan qilib o'sha xat borgan edi BMTga va ular bilar edi buni firibgarligini va firibgarlarning ishi hech qachon u yerda ko'rilmaydi. Yuraveradi shuni kutib. 100 yil o'lib bitarishi bilan. Xullas shunday bo'ldi uni ishi. Lekin u paytda hali
bu hammasi emas edi. U keyin o'sha Istanbulda paytida mana Germaniyadagi bola bor edi, oldin u bilan gaplashib turadigan bir bola bor edi. O'sha hali Gulsimoy paytida konferensiya qilgan paytimizda u ham, bu ham, bu ham gaplashar edi 3-4 bo'lib. Bir kuni o'sha bolani chaqirib turibman Skype'da Turkiyadan, uni ham o'sha paytda Turkiyadan mana bu liderni Skype'danmi kimdan gaplashar edi. Uni ham ulab turib gaplashdik uchovimiz. Men aytdim, ana bolaga aytdim Germaniyadagi eshit dedim. Mana shu ovoz o'sha emasmi dedim, haligi o'lgan, o'ldi deb biza hisoblayotgan, qiyshuv bo'lgan. Mana shu ovoz shu emasmi dedim, biza gaplashgan o'sha paytda. Keyin buni gaplarini eshitib turib, shu dedi. Siz dedi, nega aldayapsiz dedi u bola unga. Siz o'zingiz-ku shu dedi, Gulsimoyman deb haligi gapir oldin Gulsimoy bo'lib gaplashgan, bu siz ekansiz-ku dedi. Nega tan olmayapsiz, aldayapsiz dedi. Ovozni u bola ham tanidi. Shu paytda men ham tanidim. Lekin shunaqa baqirib, chaqirib, so'kib tutaqib ketdim o'sha paytda Skype'ni shunaqa so'kib o'chirganman. O'sha voqeadan keyin ham lider menga haqiqatni aytmadi va bu kazzobni Ukrainaga jo'natdi. Jamoatchilikni aldadi lider. Bu iflos esa Ukrainaga borib, haligi yana o'sha o'yinni davom ettirdi. U menga xatlar yozdi, MXX bo'lib go'yoki. Laqillatdikmi, seni aldadikmi? Biz mana yubormoqchi edik. Haligi go'yoki MXX nomidan endi xat yozdi. Oldin aytyaptiki, mana bu press konferensiyada aytdiki, Gulsimoy nomida MXX bo'lgan o'sha ayol va u MXX xat yozgan unga, men emas degan gapni aytdi. Keyin esa yana o'sha nomda xat yozishni boshladi endi Gulsimoy bo'lib. Aytdiki, ahmoq qildikmi seni? Ana u qizni yana o'zini endi chekkiga olib qolib, u endi MXXga berildi Gulsimoy roli va MXX bo'lib xat yozishni boshladi. Seni ahmoq qildikmi? Mana bu ovsarni yuborib o'ldirmoqchi edik lideringni. Lekin buni ham hali yo'q qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz deb haligi endi как будто o'ziga qarshi, ya'ni Xurshida Jo'raboyevaga qarshi Gulsimoy nomidan xat yozishni boshladi. Demak, mana shunday rolga o'tdi keyin bu. Va yana meni ishontirishga harakat qilmoqchi bo'ldi o'sha versiyaga. Menimcha bu ishlarni u liderni topshirig'i bilan qildi. Keyingi yozishmalar. Keyin haligi Zamondosh degan saytga psikopasotlarni yozadigan bo'ldi o'sha nimani tagiga komment qilib o'sha yoqdagi saytga. U iflos Zamondoshga ham Xudo berdi. Ular xursand bo'lib yozib chiqaradi. Nimaiki topsa bizga qarshi kecha-yu kunduz tinim bilmasdan yozar edi haligi o'lib ketgan, konkusi bo'lgan iflos. Uni yana bir ikkita shogirdlari bor edi o'sha, hozir ham bor ular. Alloh kifoya qilsin ularga ham. Mana shular keyin izdivasta qilishni, mazax qilishni, kulishni boshladi, har xil narsani yozib. Uni o'qiganlar ham kulishni boshladi meni ustimdan. Hatto uni buni qo'ying, o'zimizni mana shu Muhiddin Shirinovdek birovning ustidan kulishni yaxshi emasligi haqida eng ko'p hadis va oyatlarni biladigan odam. O'shalar ham bizni ustimizdan kulib masxara qilishga jur'at qildi. O'zi bu qishloq ahlini hammasi kulgan. O'sha paytdagi Stromsund ahlini. Lekin ular endi o'zini menga ko'rsatmasdan ichida kulgan bo'lsa ham, Shirinov o'sha oshkora meni yonimda izdivasta qilishgacha jur'at qila olgan edi. Mayli endi bu uni ishi albatta. Men endi nima demoqchiman? O'sha voqea tufayli men ko'p badnom bo'ldim, ko'p odamlar kuldi ustimdan va haligacha kulishmoqda. Mana hatto
iblis, shayton, mana bu rassom mana haligacha kulyapti, haligacha mana yozyapti. Va demak shunday yozinglar, kulinglar va kim meni ustimdan kulgan bo'lsa, mendan hurmat ham kutmasin. Meni ustimdan kulganlarni men ham ular ustidan kulishga menda huquq paydo bo'ladi. Shunday ekan, vazayimli bo'ladi bu yog'i. Meni ustimdan kulish mumkin albatta. Va men ham sizlarni ustingizdan kulish haqqim borligini aytyapman xolos. Va endi bu rais degan o'sha lider iflos bo'lmasa, o'sha paytda aytsa bo'lardi-ku. Bu shunday bo'pti, mana shu iflos aldabdi. Endi shuni nima qilamiz? Bir kelishib bir ish qilaylik deb meni o'zim bilan maslahat qilsa bo'lardi-ku. Nega u shunday qilmadi? Nega u bu masalada meni hatto u ham meni izdevotsa qilishni boshladi. U aytdiki, siz dedi endi uzr so'rab OXXdan rahbariyatidan va jamoatchilikdan uzr so'rab haligi yozing dedi saytga dedi. OXXning saytiga. Nima uchun uzr so'rayman? Chunki dedi siz dedi o'sha ma'lumotlarni tarqatganingiz va siz aldagansiz jamoatchilikni dedi. O'zi kazzob, o'zi jamoatchilikni press konferensiya o'tkazib, mana bu Qanjiq bilan Adamchevikni ham qo'shib, bechora u ishasidan xabari yo'q odamni, bu firibgarligidan bexabar. Uni qo'shib, mana shu butun dunyoni aldagan o'zi, lekin uzrni so'ragan men bo'ldim. O'sha paytda men OXX saytiga o'zimni nomimdan mana shu butun jamoatchilikdan mana shu voqeada kim ishtirok etgan bo'lsa, mana bu BMT nima debman, BBCdan, Ozodlikdan va umuman jamoatchilikdan, hammadan, OXX rahbariyatidan albatta. Birinchi navbatda Muhammad Solih lider janoblaridan va keyin boshqalardan uzr ham so'raganman. Nima uchun men uzr so'radim? Qaysi aybim uchun? Men nima qildim o'zi? Bu firibgarlik qilganlar bu yoqda qolib, somsani yeganlar bu yoqda qolib, pulni biz to'ladik. Haligacha to'layapmiz. U firibgarlar hali uzr so'rash o'rniga ular firibgarlikni davom etdi. Yana keyin uni borib saytidagi yozgan narsalari u iflosni u tavba qilgan yo'q edi. Chunki u iflos haromi tavba qilmagan edi. U o'zini qilmishlaridan pushaymon bo'lmagan edi. U itdan tarqagan shuncha ishni qilib ham hali tavbasiga tayanmagan edi. Unda tavbadan asar yo'q edi. Chunki bu iflos, firibgar, mashinniklar badbaxt kimsalar bo'lib, bular o'lgununcha mana shunday qilib birovlarni qonini ichib, birovlarni pulini olib, aldab shunday qilib baxtli yashaymiz deb o'ylaydi. Bular hargiz baxt topolmaydi dunyoda ham, oxiratda ham. Badbaxt kimsa bular. Bu Qanjiq-ku endi past darajadagi tuban bu firibgar. Buni kattaroqlari milliardlarni o'marganlar, ana Gulnora Karimova bo'lsa, yuqori darajadagi firibgarlar. Hozir turmada yotibdi. Milliardlar qolib ketdi, qasrlar qolib ketdi, o'zi turmada yotibdi. Ana milliardlarni o'margan yana bittasi firibgar jaslikda yotibdi, qahramon firibgar, MXX generali. Yana bitta firibgar o'sha milliardlarni o'margan o'sha Rashid Qodirov. U ham turmada bugun. Firibgarlar xalqni pulini o'maradi, aldaydi, odamlarni zulm qiladi. Nima uchun? Maza qilib yeb yotamiz, baxtli yashaymiz deb o'ylaydi. Lekin dunyoni o'zida ular xor bo'lib, rasvo bo'lib yuribdi. Hali oxiratni azobi alohida. Ya'ni bu rassomlar o'rtacha sinfdagi firibgarlar.
bular Sorosni aldaydi, bular mana shunday Gosdepni aldaydi, bir balo qilib demokrat bo'lib, bila bo'lib pul topadi. Xotini uni aldab Sorosdan pul oladi. Haligi Atayevaga o'xshaganlar haligi bir o'qituvchini olib kelib, patologa anatom deb soxta kazzoblik qilib, pullarni olib, jamoatchilikni aldab, mana shunday ishlar qiladi. Ana liderga o'xshagan, mana bular o'rta firibgarlar, o'rta toifa firibgarlar deylik. Oliy toifa firibgarlar haligi Gulnora va o'sha jasliqda yotgan qahramonlar bo'lsa, o'rta toifa firibgarlar mana shu rais liderni o'zi haligi mafyozlarni aldab yurgan, Atayeva haligi butun jamoatchilikni aldab yurgan, mana bu rassomga o'xshagan kazzoblar, bular o'rta sinf firibgarlar. Bular yuqori tabaqali firibgar emas. Milliardlarni o'maradigan firibgar emas. Bular bir 100 ming, nari borsa million atrofida pul o'maradigan firibgar bular. Bular ham yaxshi yashaymiz, baxtli yashaymiz deb o'ylaydi. Dunyoni o'zida inshaalloh xorlik, oxiratda esa jahannam azobidan boshqa narsa yo'q bu firibgarlik uchun. Chunki birovni haqqini yeb, birov baxtli bo'lmaydi. Mumkin emas bunaqa narsa. Chunki bu dunyoni egasi bor. Adolatli hokim bor dunyoni egasi. Mana bu Xurshida Jo'raboyevaga o'xshaganlar esa tuban, pastdagi firibgarlar. Bular tepaga chiqa olganida, bular ham haligi o'rta sinfdagi firibgar yoki undan tepadagi firibgar, milliardlarni o'maradigan firibgarga aylanishi mumkin edi, lekin bular pastda qolib ketgan firibgarlar. Bular mana shu bu kimni aldab, bu 500 so'm nari borsa 1000 dollargacha aldab pul oladigan va shunday qilib yashaydigan firibgar bular. Va firibgarlarni hamma turi, xohlasin buni, xohlamasin, baxtli odam bo'lib baxtli yashamaydi bular. Bular badbaxtlikka mahkum. Chunki bu yo'lni oqibati voy, bu yolg'onning oqibati voy. Yolg'onni oxiri albatta fosh bo'ladi. Sharmanda bo'ldi-ku bu Jo'raboyevani o'zi fosh bo'ldi-ku. Undan tashqari bu liderni o'zi sharmanda bo'lib fosh bo'ldi-ku. Qaysi bir yolg'oni qoldi sharmanda bo'lmagan? Hali dunyoni o'zida o'lmasdan turib. Hali o'lganidan keyin Allohning oldida yana uni qancha hisob-kitobi, savol-javobi bor. Lekin dunyodagi yolg'onlarni qanchasi fosh bo'ldi-ku bu lider voyna. Yoki mana bu patologa anatom deb hammani ahmoq qilayotgan yoki mana rassomni shu dunyoni o'zida odamlar ko'rib turibdi-yu bularni kimligini. Yoki haligi yuqori tabaqadagi firibgarlarni, Gulnorani, jasliqdagi qahramonni yoki boshqa shunga o'xshagan firibgarlikni oxiri voyligini dunyoni o'zida ko'ryapmiz-u. Boshqa nima bo'lar edi firibgarlikni oxiri? Shunday bo'lishi kerak va bo'lyapti. Alhamdulillah. Chunki bu dunyoni egasi bor. Mana shunday qilib, mana bu kazzob menga keyin ozod haligi nimaga borib, zamondosh saytiga borib, har xil nimalarni yozishni boshladi. U menga qarshi hujumni to'xtatmadi, davom etdi o'shandan keyin ham. Meni juda qiyin ahvolga tushirdi, meni og'ir bir vaziyatlarga tushirdi. Lekin o'shancha qiyin ahvolda ham men bir narsaga xursand bo'ldim. O'sha yagona meni xursand qilgan narsa mana shunchalik qiyinchilikning ichida. U ham bo'lsa hech kim o'lmagan ekan-u. Biz o'sha nohaq qurbon bo'ldi, militsiyalar urib, qiynab o'ldirdi. Nohaq bir odam o'ldi deb afsuslanib qancha iztirob chekkan bo'lsam men, qarasak oxir oqibat hech kim o'lmagan ekan. Ana shu hech kim o'lmaganligi mana shuni o'zi
baribir odamni qalbini qandaydir tub-tubidan odamni qalbiga orom berar edi. Shuncha xiyonatlar, shuncha yolg'onlar, shuncha aldovlar, shularni hammasini bilib, dahshatga tushib, hayratda qolib, alam qilib, shu jahl, g'azab yuragimni yorivoray deb tursa ham, hech kimni o'lmaganligi, mana shuni o'zi, shuni his qilish, anglash baribir odamni qandaydir xotirjam qilar edi. Chunki qanday yaxshi, men shu paytgacha afsuslanib yurgan bo'lsam, birov o'ldi deb, hech kim o'lmagan ekanda demak. Bu yaxshi-ku. O'shani bilish yagona men uchun bir taskin beradigan narsa shu edi bu yerda. Keyin esa men albatta mana bu kecha aytib o'tganimdek Yusuf alayhissalom qissasini va boshqa qator qissalarni endi bu Qur'onda o'qiganmiz, hadislarda o'qiganmiz. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, erkaklarga o'zimdan keyin erkaklarga ayollardan katta fitna qoldirmadim degan hadislari yoki boshqa shunga o'xshagan qator hadislar bor. Lekin bu narsalarni inson to o'sha voqelikka tushmaguncha odam bilmas ekanda. Shu Yusuf alayhissalom qissasini, surasini necha marta o'qigan bo'lsam, men hech qachon tushunmaganman yoki bunchalik tushunmaganman. Hozir ham uni millionlab odamlar o'qiydi, ular ham tushunmaydi o'zi tub-tubidan mohiyatini. Qachonki shunday voqelikni dunyoda o'zi ichida qolib ketsa, keyin uni boshqacha tushunadi odam. Keyin uni tushunishlikda yaqin tushunishlik hosil bo'lar ekan. Yusuf alayhissalom qissasi haqiqatda bir mo'jiza ekan. Bu qissa keyinchalik u kishi oqlandi, qaytib chiqib u kishi Misrda hokim bo'ldi va u tuhmat qilgan ayol tavba qilib kelib, butun xalq oldida uzr so'radi. U kishi qaytib o'shanga uylangan yana keyin. Bu yog'i ham bor. Uni eri o'lib ketgan bo'ladi. Xullas kalom, mana shunaqa qilib Yusuf alayhissalom qissasi keyinchalik har xil xalqlar tilida doston bo'lgan. Yusuf Zulayho kabi dostonlar jomini mana shunday dostoni bor. Har xil dostonlar keyinchalik yozishgan. Aslida o'zi bu ham to'g'ri emas. Mana shu Tohir Zuhra, Yusuf Zulayho deb haligi er-xotinlar qadim zamonda bo'lganmi, bo'lmaganmi afsonaviy bir nimalarni bugun ko'plar bugun o'zlariga haligi qilib qo'yishadi. Egizak tug'ilsa o'g'il bilan qiz Tohir Zuhra deb qo'yadi. O'zi bu ham o'zi to'g'ri emas, lekin mana shu narsalar keyinchalik urf bo'lib qoldi. Xo'p, endi bu iflos mendan kechirim ham so'ramadi hali. U Mo'tabar Tojiboyevaga yozgan xatida liderni yomonlamoqchi bo'lgan, liderni kazzobligini, o'zini shakildirman deb uni u yoqqa olib borib, o'sha yerdagi gaplarini inkor qilgan. Shu ozodlikda chiqqan materialni 19-dekabr 2011-yildagi materialni inkor qilgan. Lekin u hali uzrni mendan so'ramadi. Va uzr so'rasa ham bu iflosni men kechirmayman. Alloh uni dunyo oxiratda azoblasin, xor qilsin. Va o'sha zamonlarda men bir she'r yozgan edim. Urg'ochi shaytonga atab degan she'r bu. Bunchalar jirkanchsan, urg'ochi shayton, buncha fitnakorsan, ey yovuz ilon, iztirobga solib aldab odamni,
Buncha kuydirasan tinmay beamon. Ko'rishga ko'zim yo'q yuzlaring sani. Kazzobsan, yolg'ondir so'zlaring sani. Jazoingni o'zi bersin Xudoyim. Xorliq bo'lsin ko'rgan bilganing doim. Yuzing qaro bo'lsin ikki dunyoda. Yaratgandan senga shudir duoyim. Makringni fosh qilar ko'zlaring sani. Kazzobsan, yolg'ondir so'zlaring sani. Meni o'qib tushunganim kitobda. Payg'ambarlar aldanganlar hayotda. Qurib bitsin bunday shayton sifatlar. Dilimga sig'maydi nafrat shu tobda. Xazonlar uchirsin izlaring sani. Kazzobsan, yolg'ondir so'zlaring sani. Dilimni xor qilding, xor bo'lgil endi. Mehr muhabbatga zor bo'lgil endi. Alloh bersin sana loyiq jazoying. Shayton bilan mangu yor bo'lgil endi. O'xshamasin senga qizlaring sani. Kazzobsan, yolg'ondir so'zlaring sani. Alloh guvoh sen qilgan bu fasodga. Qancha nohaqlikka, qancha azobga. Men-ku uchrab shuncha alamlar tortdim. Boshqa uchramasin sendek kazzobga. Muzlatdi dilimni muzlaring sani. Kazzobsan, yolg'ondir so'zlaring sani. Degan she'r 2011-yilda yozilgan she'rlarimni to'plamimdan joy olgan va mana shu iflosga atalgan she'r edi bu. Qarg'ab yozilgan she'r edi va Alloh taolodan so'rayman, ana shu qarg'ishlarni qabul qilgan bo'lsin va o'shanga nisbatan shu dunyoda shu qarg'ishlar unga ko'rsatsin. Dunyoda, ikki dunyoda yuzi qaro bo'lsin, xor bo'lsin. Lidervoyga kelsak, lider o'sha paytlar endi bu demak 2011-yil dekabr oyida bo'lgan bo'lsa, demak 2012-yil kirdi xullas. Va nihoyat 2012-yil kirdi. Va 2012-yil yanvarida biz adashmasam yanvar edi shu yana bir marta yig'ilish o'tkazganmiz. Muassislar majlisining yig'ilishi edi. Va 2012-yil fevralda demak 22-fevralda Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik imom Obid Qori Nazarov otib ketildi. 2012-yil yanvarda demak Shvetsiyaga uni otib ketish uchun yuborilgan killer Yuriy Zhukovskiy degan kimsa kelgan ekan. Razvedkaga kelgan ekan. Qaytib ketib, keyin 2012-yil fevralda yana qaytib kelgan va Stromsundga borib mana shu ishni amalga oshirgan. Bu voqea demak navbati bilan aytadigan bo'lsak, mana bu fitnadan keyingi bo'lgan katta olamshumul voqealardan bittasi edi. O'sha mana shu voqea sodir bo'lib, butun diqqat e'tibor bu tarafga qaratilib, u narigi fitna fasod shov-shuvi bir kamayib qoldi. Qisman u narsa qisman unutilib, ko'proq e'tibor o'sha paytda Obid Qoriga va uni otib ketgan killerga va O'zbekiston hukumatini mana shu qilgan jinoyatiga qaratildi. Undan keyingi faoliyat. Mana shunday qilib OXX ham bu yerda
haliyam bo'lsa u o'z ishini davom etdi va mana bu e, kazzobni fitnasidan keyin ham men hali OXXni tark etmadim. Uni ichida men davom etdim. U iflos u yoqqa Ukrainaga borib u fitna fasod tarqatishda u ham davom etdi. Men esa OXXni shunday tark etib chiqib ketmay, men ham indamasdan yana yurdim o'sha paytda OXXni ichida. Shunday ahvolda demak iyun 2012-yil iyunning 30'ida OXXni ikkinchi qurultoyi bo'ldi, Praga qurultoyi. Bu endi yana 6 oydan keyin. Uni o'zini vaqtida, o'zini joyida u masalalarni yana gaplashamiz. Ammo demak 2012-yilni sentyabr oyida oktyabr oyida o'sha Praga qurultoyidan keyin men 1-2 oydan keyin OXXni tark etdim. Va o'sha paytgacha bo'lgan vaqt ichida nimalar bo'ldi? Demak, buni keyingi suhbatlarda davom etamiz. Subhanakallohumma bihamdik. Robbana astag'firuka va atubu ilayk.